kerosin, toza kerosin bilan sintetik aralashgan kerosin. Biz toza kerosin tanlaymiz. Sochni tabiiy yo'l bilan o'stirmoqchi bo'lgan qizlar bu videoni saqlanib qo'yamiz. Esingizda bo'lsa, 5-6 yil oldin sochimni qari qilib qirqitgandim va 2 yil ichida sochim belimni pastki qismigacha o'sgan edi. O'shanda men sochimni ildiziga shunchaki kerosin surtgan edim. Dugonalarim ko'rib, bo'lmagan gap. Sochingning qalinligi, tez o'sishi hamda sifati bu genetika deb aytishgandi. Undan keyin men yana sochimni qari qilib qirqdim, 2 yil o'tdi. Mana sizlarga natija. Bu safar kerosin qilmagandim. Dugonajo'lar, endi nima bahona qilasizlar? Genetika o'z yo'lida, lekin soch parvarishi o'z yo'lida. Sochimni uzun bo'lgan paytida ko'p qizlar direktimda murojaat qilishgandi, kerosinni qayerdan topsak bo'ladi deb. To'g'risi, o'sha payt o'zim ham topa olmadim. Oradan yillar o'tyapti. Ispaniya vakillaridan biri menga aloqaga chiqyaptilar va Ispaniya kompaniyasi bilan birgalikda hamkorlikda O'zbekistonga qaysidir mahsulotni kirgizishni taklif beryapti. Men rozi bo'lyapman va texnolog bilan meni bog'lashyapti. Mendan texnolog so'rayapti. O'zbekistonga qanaqa mahsulot sotishni xohlaysiz? O'sha payt ozgina o'ylanib qoldim, chunki kosmetika kam ishlataman, uncha tushunmayman. Atir уже bor menda. Shu paytda kerosin haqida o'ylab qoldim. Bizga tayyor mahsulot yuboring. Biz sizga shunaqa mahsulot chiqarib beramiz deyishdi. Men esa bu mahsulot hech qayerda yo'qligini aytdim. Bu ularga qiziq tuyuldi va bu mahsulotni Ispaniyada emas, O'zbekistonda o'zida ham ishlab chiqarishni tushungan holatda zudlik bilan menga 3 xil kerosin topib berishdi va yuborishdi. Men hozir kerosinni texnologimga yuboraman va nafaqat sochni o'stiradigan hamda mustahkamlaydigan, blesk beradigan boshqa ingrediyentlarini qo'shtirgan holatda formula yasattiraman. Sizlar esa videoni saqlanib qo'yinglar. Mana kerosin qildim. Mahsulotimni ishlab chiqargan paytda bu videoni albatta sizlarga eslataman va qanchalik tezlik bilan o'sganligini o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar.